Assalomu alaykum. Bugun biz origami usulida gul yasaymiz. Bunda bizga rangli qog'oz kerak bo'ladi. Rangli qog'ozni buklash orqali rangli qog'ozimizni olamiz. Uni ikkiga buklaymiz. Keyin yana bu tomonini ham bitta buklaymiz. Keyin yana bitta. Buklagandan keyin o'sha joylarni qayirib olamiz. Keyin teppa-tekis qilib qayiramiz, teng bo'lib turadi. Keyin o'sha joyidan qirqib olamiz. Uchidan qaychi yordamida uchidan kesamiz. Keyin esa u qog'ozni uchlarini bir xil qilib ochib chiqamiz. Mana kesib oldik gulimizni. Endi ikki tarafini kesib, ikkalasini yelim yordamida birlashtiramiz. Mana gullarimiz tayyor. Endi o'rtasidagi anoni yopishtirib olamiz. Barglarimiz ham tayyor. Endi band uchun bizga yashil rangli qog'oz kerak bo'ladi. Bandini yasashni boshlaymiz. Bandini ham buklab, bitta uznasiga buklaymiz. Shunaqa buklashda davom qiladi. Bir tekis buklanadi. Keyin esa eng oxirida uni yelim orqali uchini yopishtiriladi. Mana bandimiz tayyor. Endi bir-biriga yopishtirib olamiz. Mana origami usulida gulimiz tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.